Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli musulmon birodarlar, mana hozir men ovqat pishiryapti. Shu olovni bir tortyapman. Nima uchun desa, Alloh subhanahu va taolo mana bu hayotda sinov uchun yaratgan. Alloh taologa isyon qilib, Alloh taolo buyurgan bajarmasdan, Alloh buyurgan namozlarni o'qimasdan, solih amallar qilmasdan 70 yil, 60 yil, 50 yil, 40 yil, 30 yil, 20 yilni bekardan bekar faqat ish, faqat dunyo ishlari bilan o'tkazib, ammo Alloh ibodatini bitta ham qilmagan insonlarga mana bu olovga nisbatan 70 hadisda keladi, hadisda 70 barobar kuchli bo'lgan jahannam olovida Alloh azza va jalla azoblaydi. Hozir men bu olovdan taqriban 60 70 sm uzoqdaman, lekin mana shunda ham meni isitib, kuydirgan darajada turibdi. Demoqchi bo'lganim, bu olov bizning ya'ni jahannamda bu olov orqadan ham, oldidan ham, yonboshdan ham, bu yonboshdan ham kelib turadi. Qochgani bir najot topa olmaymiz. Hech kim sizni mana bu olovdan qutula olmaydi. Na boyligingiz, na kuch-quvvatingiz, na tanishingiz, na mansabingiz, na siz yaxshi ko'rgan insonlar. Faqat bu olovdan qutulishi bittagina yagona sabab bu nima desa, Alloh taolaga ibodat qilib, Alloh taoladan gunohlarni kechirish so'rab, Allohdan mana bu hayotda umid qilib yashab, jannatni umid qilib, va Alloh taoladan qo'rqib yashaydigan bo'lsak, inshaalloh Alloh subhanahu va taolo amallarimizni qabul qiladigan bo'lsa, o'zini jannatga dohil qiladi. Shuning uchun mana bunday olovdan qutulishlikka imkon bor. Bu mana bu hayotdir. Imkon qolmaydi, o'lgandagi tavba tazarru foyda bermaydi. Shuning uchun mana bu olovdan Alloh taolo saqlasin barchamizni.